Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bizning sinov darsimizga yozildingiz. Bilaman, sizda juda ham savollar ko'p. Borsammikin, buxgalteriya menga mosmikin, eplab o'qib, ishlab keta olamanmi degan savollar sizni qiynayapti. Mana shu 3 daqiqa ichida hozir siz bilan aynan nima uchun sinov darsimizga kelishingiz kerak va buxgalteriya sizga mos ekanligini aniqlab o'tamiz. Ko'pchilik buxgalteriyani o'rganmoqchi bo'lganda yoki boshqa har qanday sohani o'rganmoqchi bo'lganida YouTubedan, Telegram kanalidan bepul darslarni ko'rishni boshlaydi. Hozirgi kunda bu imkoniyat juda ham keng tarqalgan. Agar sizda ham shunaqa YouTubedan yoki Telegram kanallardan video darslarni ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, albatta siz muammoga duch kelasiz. Bu qanaqa muammo? Umuman tizimsiz darslarni ko'rishni boshlagansiz. Boshi qayerda? O'rtasi qayerda, oxiri nima bilan tugashi kerak? Siz bilmaysiz. Mana shu tizimsizlik oqibatida bo'ldi, buxgalteriya men uchun emas ekan. Tushunmadim, umuman savollarim ochiq qolib ketdi degan muammoga duch kelasiz. Bu uchun nima qilishingiz kerak? Asosiy tizimlashgan o'quv dasturi doirasida o'qitadigan o'quv markazida o'qishingiz kerak bo'ladi. O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytamanki, bizni tarqoq holatda o'rganganimizda hech qachon biror natijaga erishmaymiz. Tizimli ravishda, demak, birinchi provodkani o'rganishimiz kerak. Keyin aynan o'sha provodkalarimizni 1S dasturida qanaqa qilib joylashtirib borishimizni o'rganishimiz kerak. Va shu 1S dasturiga kiritilgan ma'lumotlardan qanday qilib soliq hisobotlarini topshirishni o'rganishimiz kerak. Mana shu tizimli ravishda buxgalteriyani o'rganish deyiladi. Aynan sizni sinov darslarimizda mana shu tizim haqida gaplashamiz va o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keling endi sinov darsimizda aynan sizni nimalar kutyapti? Shu bo'yicha ketma-ketlikda gaplashamiz. Birinchidan, siz bilan alohida ustoz gaplashib, sizni darajangizni aniqlaymiz. Ya'ni 0 dan boshlayapsizmi yoki uzoq vaqt buxgalteriyada tanaffus qildingizmi? Dekretda bo'lishi mumkin bizda ko'pchilik, yokida boshqa ishga o'tgan bo'lishi mumkin, buxgalteriyani tark qilib boshqa sohaga o'tgan buxgalterlarimiz ham bor. Aynan shuni buxgalter ustoz, mutaxassis siz bilan gaplashib, darajangizni aniqlaydi. Sizni darajangiz bizdagi kurslarga mos keladimi? Siz o'qisangiz muvaffaqiyatga erishasizmi yoki yo'qmi degan savollarga yakkama-yakka ustoz bilan javob olasiz. Ikkinchisi, aynan siz buxgalteriyani real korxonalar misolida ko'rasiz. Faqat nazariy bilimlar emas, ya'ni provodga bunaqa yoziladi, mana bunaqa hujjatlashtiriladi degan nazariy terminlar bilan emas, aynan real korxona misolida siz buxgalteriyani o'rganasiz. Uchinchisi, siz o'sha real korxonani kirim-chiqim hujjatlarini 1S dasturiga solib, o'sha 1S dasturidan chiqqan ma'lumotlarni MySoliq.uz platformasiga joylashtirib, hisobotlar topshirish, aynan shu hisobotlarga kerak bo'ladigan hujjatlarni Didox platformasidan jo'natish, barchasini real korxona misolida ko'rasiz. Va eng muhimi, hech qanday majburiyat yo'q. Sizga hech kim hozir yoziling demaydi. O'zingizga qulay vaqtda va imkoniyatingiz doirasida bemalol yozilishingiz mumkin. Sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Nima uchun aynan men FinSchoolni tanlashim kerak? Keling, men sizga bir nechta sabablarni keltirib o'taman. Bizda asosiy o'qituvchilarimiz, dars beradigan o'qituvchilarimiz amaliyotchi buxgalterlar bo'lib, shu bilan birgalikda ustozlarimizni pedagogik mahorati, ya'ni amaliyotda bilgan bilimlarini sizga qanday yetkazib berish, ya'ni pedagogika bilamiz, yetkazib berish amaliyotimizni ana shu bo'yicha sinovdan o'tkaziladi va sizga sekin, oson tilda tushuntirib beriladi. Shu bilan birgalikda kursimiz davomida bir nechta korxonalar misolida buxgalteriyani real ko'rasiz. O'zini korxonani topshiradigan hisobotlari bilan. Bo'lishi mumkin korxona aylanmadan soliq to'lovchi, demak bunda aylanma hisobotlarini ko'rasiz. Bo'lishi mumkin korxona qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi, ya'ni NDS to'lovchisi. Bunda siz NDS hisobotlarini ko'rib chiqasiz. Yana foyda soliq hisob-kitobini ham topshirishni ko'rasiz. Bir nechta korxonalar misolida siz real buxgalteriyani o'rganasiz. Shu bilan birgalikda eng katta yutug'imiz, siz kursimizni muvaffaqiyatli ravishda yuqori ball bilan tugatsangiz, hamkor tashkilotimiz
Finko buxgalteriya outsourcing markazida 2 oylik bepul amaliyot o'tashingiz mumkin. Bu amaliyot sizga judayam katta tajriba beradi. Har qanday korxonaga borib buxgalteriya bo'yicha ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizda tajriba yetarli bo'ladi. Chunki outsourcing korxona bir nechta korxonalarning buxgalteriyasini yuritadi. Natijada siz bir nechta korxonaning buxgalteriyasini bilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va yana shu bilan birgalikda biz FinSchool bir nechta institutlar bilan, universitetlar bilan hamkorlik shartnomalarimiz bor. Agar sizda oliy ma'lumot yo'q bo'lsa, shu paytgacha bemalol bizning sertifikatimiz bilan bu institutlarga imtihonsiz kirish huquqiga ega bo'lasiz. Bilaman, sizda hozir bir nechta bahonalar tayyor bo'ldi. Keyinroq o'qiyman yoki noldan bo'lsamman, guruhda uyalib qolamanmi degan. Odatda keyinroq qilaman degan ishingizni hech qachon qilmaysiz. Bu har qanday vaziyatingizda. Aynan o'shaning uchun men o'zimning tajribamdan, shogirdlarimdan kelib chiqib aytamanki, keyinroq o'qiyman yoki keyinroq shogirdlikka tushaman degan shogirdlarim hozir buxgalter emas. Joyida bo'ldi, men bugun boshlayman, bugun o'qiyman degan shogirdlarim yaxshi buxgalter bo'lib, yaxshi daromadga chiqishgan. O'shaning uchun qaror qabul qildingizmi? Demak, o'qishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Noldan o'qimoqchi bo'lsangiz, o'zi bizda guruhlarimiz noldan. Buni hamma guruhda kelib tanishgan paytingizda ham o'zingiz bemalol tushunib, his qilasiz. Chunki siz qatori noldan hech narsani bilmasdan kelib buxgalter 5 oy davomida buxgalter bo'lgan o'quvchilarimiz bilan ishlaymiz. Sizni albatta sinov darslarimizda kutamiz. Markazimiz Minor metro yaqinida joylashgan. Yana sizda qo'shimcha savollar paydo bo'lgan bo'lsa, shu raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Sinov darslarimizga keling, hech narsa yo'qotmaysiz. 5 oydan keyin siz tayyor buxgaltersiz. Sinov darslarimizda ko'rishguncha.